Biz bugun qobiliyat haqida gaplashamiz. Har bitta insonning qobiliyati bo'ladi. Masalan, kimnidir ko'radigan bo'lsangiz, o'zi shu bunaqa gapirib yuradigan qizda, shuning uchun bunda biznes o'xshagan deb o'ylaymiz. Lekin aslida har bitta insonda qobiliyat bor. Masal uchun, kimdir ko'p tez kirishuvchan yoki kimdir zo'r prezentatsiya o'tadi, yoki kimdir zo'r kuzatuvga ola oladi, yoki kimningdir zo'r gapiradigan qobiliyati bor. Endi siz faraz qiling, o'sha muvaffaqiyatga erishgan insonlarning, demak, ular qobiliyatini biznesga, pulga aylantira olgan. Masalan uchun men gapiradigan qobiliyatimni pulga aylantira olyapman. Endi faqat gapirish emas, mana juda ko'pchilik insonlar aytadi, masalan uchun Nargiza Umurbekovni yodlab olganmisiz? Mana hozir ham kommentariyalarni ko'rishingiz mumkin. Yodlash bor, tajriba bor, bilim bor. Endi yodlash bo'lgani bilan bizda agar tajriba va bilim bo'lmaydigan bo'lsa, bu intonatsiya, ya'ni ohang, tonda baribir bilinadi. U joyda men masalan 5,5-7,5 soat gapiraman, u 5,5-7,5 soatni ichida yodlash nevozможно. Umuman uning nima desam ekan, mumkin emas narsa. Negaki, u joyda agar ko'radigan bo'lsangiz, biz o'sha treninglarda qisqa videolar jo'natamiz. Ular yodlab olingan narsalar emas, o'sha kelib qolgan vaqtida aytiladigan narsalar. Endi har bitta insonning qobiliyati bo'ladi. Misol uchun deylik, siz zo'r gapira olmasligingiz mumkin, lekin siz zo'r yodlay olishingiz mumkin. Endi yodlay olish bor, buni tajribada qo'llash bor. Misol uchun deylik, siz prezentatsiyaga borgansiz, prezentatsiyani zo'r yodlayapsiz. Masalan, yod olgansiz. Lekin uni o'sha yodlaganingizni mijozlar bilan gaplashish oqibatida uni sayqallash kerak. Misol uchun, prezentatsiya, ya'ni kompaniyangizning 100% o'sha mahsulotlarini, marketingini yodladingiz, lekin mijozga yodlaganingiz o'tmaydi-da. Siz qachonki pul ishlashni boshlaysiz va o'sha vaqtida sizda sayqallanish boshlanadi. Pul ishlagan odam dehqonchasiga gapirishni boshlaydi. Mana yod olish bor, adabiy tilda shunchaki gaplashish bor, lekin tajriba bilan ishlashish bu dehqonchasiga gapirish deyiladi. Misol uchun mana agar ko'rayotgan bo'lsangiz, mana juda ko'pchilik menga o'sha treninglarga chaqirayotgan insonlar yoki shaxsiy konsultatsiyaga kelayotgan yoki shaxsiy o'qiyotgan insonlar, sizning menga shunchaki misol uchun o'sha dehqoncha gapirishingiz yoqadi, dehqoncha tushuntirishingiz yoqadi deb aytyapti. Nima uchun? Negaki, demak, biz tajribamizni sizga olib chiqa olyapmiz. Endi masalan, siz prezentatsiya o'ta olmayapsiz, siz insonlarga gapira olmayapsiz. Bu degani sizda qobiliyat yo'q degani emas. Har bitta insonda qobiliyat bo'ladi, o'zi shunday. Masalan, kimdir zo'r gapira oladi, kimdir zo'r gapira olmaydi. Endi siz zo'r gapira olmaganingiz bilan yodlash qobiliyatingiz zo'r bo'lishi mumkin. Insonlar bilan kirishuvchan bo'lishingiz mumkin. Misol uchun bitta insonlar bor, indamay o'tirib otadigani, balkim siz shunday qobiliyatingiz bordir. Indamay turib kuzatuv qila olasiz. Misol uchun sekin gapiradi kimdir. Mana biz o'ylaymiz, ko'p gapirgan inson muvaffaqiyatga erisha oladi deb o'ylaydi. Ko'p gapirgan inson muvaffaqiyatga hech qachon erisha olmaydi. Qachonki unda birinchi navbat tajriba, bilim, ko'nikma bo'lmasa. Demak, biz siz bilan qobiliyatingizni ko'nikma hosil qilishimiz kerak. Masalan, men o'sha gapiradigan, oldindan men gapirishni yaxshi ko'radigan qiz bo'lganman va men buni ko'nikmada, ya'ni ko'nikma degani bitta ishni takror qilish, bu ko'nikma deyiladi. Men o'sha ko'nikmani takror qilib ko'nikma qila olganman. Agar meni birinchi videolarimni ko'rayotgan bo'lsangiz, birinchi videolarim wow emas, lekin bu narsani boshlaganman. Siz ham prezentatsiya o'ta olmayapsizmi? Demak, siz boshlashingiz kerak bu narsani. Boshlash kerak. Boshqa yo'l yo'q hozir. Boshlash kerak bu narsani. Ya'ni boshlash nima degan? Birinchi navbat, siz oldin eshitasiz, ko'rasiz, keyin boshlaysiz. Mana hozir men bitta shaxsiy konsultatsiya o'tdim. O'sha shaxsiy konsultatsiyamga menga aytishdi, Nargiza Umurbekovna dedi, men birinchi kompaniyamda ishlay olmadim dedi. Negaki dedi, ustozlar bilan dedi, o'sha boshida aytgan narsalar to'g'ri kelmadi. Men uydan chiqa olmayman deb aytgan edim ularga, lekin keyinchalik ular chiqasan deb aytdi dedi. Endi qarang, biz nima qilmoqchimiz? Biz uyda yotib boy bo'lmoqchimiz. Kechirasizlar. Uyda yotib hech qachon boy bo'lmaydi odam. Uyda yotib hech kim boy bo'lgan emas, shu vaqt bo'ldi. Uyda yotib nima desam ekan, biz oshxona va tualetni o'rtasida turib boy bo'lmoqchimiz. Ayollar bo'la olmaymiz boy, to'g'ri. Onlayn ishlash kerak, lekin bizda hali O'zbekiston 100% misol uchun onlaynga tayyor bo'lmasligi mumkin, sizning jamoangiz tayyor bo'lmasligi mumkin, siz tayyor bo'lmasligingiz mumkin.
to'g'rimi? Negaki onlayn yaxshi narsa, uzog'ingga yaqin qiladi, lekin bu degani onlaynman deb uyda o'tirish kerak emas. Onlayn ishlayotgan insonlar ishlolmaymiz-ku onlayn. Kuniga 2 ta yoki 3 ta odamdan ortiq odamlar bilan gaplasha olmaymiz. Men boya aytdim ayolga. Siz dedim, menga dedim, hozir dedim, 3 mahal ovqatingizni pishirib dedim, farzandlaringizni mahkam bag'rimga bosib dedim, yana ish qila olmayman deb o'tiribsiz dedim. Qila olmaysiz dedim. Negaki siz reja bilan qila olmayapsiz. Reja nima degani? Misol uchun 9:00 da biz uydan chiqib ketishimiz kerak degani. 9:00 da uydan chiqib ketish kerak. Lekin biz chiqib keta olyapmizmi? Yo'q, 11 gacha chuvalashib yuribmiz-ku, hurmatli liderlar. 11 gacha uydan chiqa olmaymiz. Yolg'ondek to'g'ri narsa. Negaki bizda doimo 9:00 da har kuni kechqurun biz o'zimizcha plan qilamiz. Ertaga 9:00 da chiqaman deb o'ylaymiz. 9:00 da chiqa olmaymiz. Va doim ertaga yoki obeddan keyin yoki keyinga deb qolib ketyapti. Endi savol, sizning ichingizdagi qobiliyat qayerdan hozir rivojlanishi mumkin uydan chiqmasangiz? Negaki qobiliyat ham rivojlanadi. Masalan, kimnidir ko'rasiz, nimasinidir olasiz. Mana meni ham videolarimni ko'ryapsiz, nimanidir olyapsiz, to'g'rimi? O'zingizga kopirovat, duplikatsiya qilish uchun. Ustozingizni ko'rmasangiz, sizdan qayerdan biz sizning qobiliyatingizni aniqlab, biz sizning qobiliyatingizni wow qila olamiz yoki mana shu oldin men gapira olmas edim, hozir gapiryapman. Oldin men insonlarga gapirishga cho'chir edim, misol uchun, o'xshamaydi, meni eshitmaydi deb o'ylar edim, lekin unday emas ekan deb ayta olmaysiz. Nima uchun? Siz uydan chiqmayapsiz negaki. Uydan chiqqaningizda edi, ikkita odam bilan gaplashganingizda edi, sizda muloqot oshar edi. Muloqot qayerdan oshadi? Odamlar bilan gaplashgan vaqtimizda. Siz endi muloqot, ya'ni o'sha qobiliyatingizda muloqot darajasi bor. Misol uchun, mana zo'r gapiradigan любой lider oldin uncha gapira olmagan bo'lishi mumkin yoki har xil gapirgan, masalan, har xil deganda, misol uchun bittada o'xshab, bittada o'xshama yoki bo'lmasa oldin yemay qolishi mumkin gaplari, shunday bor-a, misol uchun. Mana Instagramlarda ham misol uchun nima qo'yasiz, videolarni qo'yasiz, zo'r prosmotr bo'lib ketmasligi mumkin. Prezentatsiya o'tasiz, birga bir xarid ola olmasligingiz mumkin. Xuddi shunday. Ya'ni muloqot qachonki insonlar bilan qayta gaplashgan vaqtda bizda muloqot oshadi. Siz muloqotingizni qay darajada oshiryapsiz? Sizning o'zi muloqot darajangiz qay darajada oshishi uchun bir kunda necha mahal, nechta inson bilan gaplashyapsiz? Boshqa yo'l yo'q. Kitob o'qimasangiz o'qiy olmaysiz. 5 minut, 10 minutga kitob o'qib bo'lmaydi. Nega boshingizga kirmaydi yoki chalg'iysiz. Treninglarga bormaysiz. Nima uchun? Ustozday pul olganimda edi. Agar ustozimday pul olganimda, treninglarni pulini o'zim to'lagan bo'lar edim deb o'ylaysiz. Nima uchun? Biz doimo nimalargadir pul sochamiz, lekin treninglarga kelgan vaqtida biz pulni ayaymiz. Siz shaxsiy rivojlanmaysiz. Birinchi, treninglarga bormasangiz, kitob o'qiy olmaysiz. O'qiy olmaymiz-ku. O'qish mumkin 5-6 bet. Treninglar nima uchun kerak? Treninglar vaqtni qisqartirish uchun kerak. Nima uchun? Masalan, bitta spiker u joyda, masalan, men 9 yillik tajribamni beraman, 100 tadan ortiq o'qigan kitoblarimni Ixtiyor Do'smetov, Ilhom Begimqulov, Ibrohim Gulamov, ustozimiz Saidmurod Davletovlardan ta'lim olganman. Ularning yig'indisini beraman. Va 9 yillik tajribamni beraman sizga. Xuddi siz ham mana shunday bo'lishingiz kerak. Ya'ni tajribalar bizda qachonki любой tajriba muloqot bo'lishi kerak. Qanday tajriba bo'lishidan qat'iy nazar, u joyda muloqot bo'ladi. Muloqot bo'lishi uchun esa biz uydan chiqishimiz kerak. Odamlar bilan gaplashish kerak. Bizda bir marta muloqot qilyapti, o'xshamayapti, shu joyda tashlab ketyapmiz. Menda o'xshamaydi bu narsa. Ustoz menda o'xshamayapti deb aytamiz, siz. Mening mikrofonim ishlab turibdimi? Ustoz o'xshamaydi. Nima uchun? Bizda 1-2 ta muloqot, 3-4 muloqot yo'q. 3-4 muloqot miyamizda bo'lyapti. 3-4 muloqotni amalga oshirishimiz kerak. 3-4, 10, 100, 1000 muloqotda sizda zo'r bo'lib ketadi. Nargiza Umurbekovna o'zi yodlab olganda deyishingiz mumkin. Men yodlamayapman. Hozir atrofimda mana ko'rsataymi, hech narsa yo'q sizga mana. Men hozir sizga faqat tajribamni gapiryapman. Bitta kafega kelganman. Mana ko'ryapsiz. Nima uchun? Birinchi muhitni ko'rish uchun. Mana 10 daqiqaga yaqinlashyapti, men hech narsa yodlay olmayapman. Aytishingiz mumkin, yodlab olgan. Yodlab olish bor, tajribadan gapirish bor. Men tajribamdan gapiryapman hozir sizga. Sizda ham xuddi mana shunday tajriba bo'la oladi. Qachonki bugundan boshlab muloqotni shakllantirishni boshlasangiz, bu ham qobiliyatga kiradi. Qanday qobiliyatingiz bor? Aniqlang. Sizning qobiliyatingiz, o'zingizning qobiliyatingizni o'zingiz aniqlashingiz kerak. O'zingizning qobiliyatingizni o'zingiz ko'rsata olishingiz kerak. O'zingizning ha bu mening qobiliyatim deb ayta olishingiz kerak. Ha bu mening qobiliyatim.
Qachonki, ha bu mening qobiliyatim degan vaqtida sizda o'z-o'zidan biznes boshlanadi. Tayyormisiz qobiliyatingizni rivojlantirishga? Agar tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, ha so'zini qoldirib keting va bizda xudo xohlasa eksklyuziv videolarni kutib turing. Xursandman sizlar bilan bir xil auditoriyada muhitda ekanimdan. Ya'ni bu hali qobiliyat, bu qobiliyatni hali biz boshladik. Hali buni juda ham qirralari ko'p. Albatta keyingi relslarda bu narsani qo'yib boraman sizlarga.